soatimiz 2 bo'lishiga qarang, biz hali ham syomkadamiz. Sizlarga zo'r uy topib qo'yganmiz. Yunusobod 11-kvartaldan, Novostroy Comfort House'dan 3 xonali uyimiz chiqyapti. 3 xona 4-etaj uyimiz. Hop. Bu yog'imizda podyezddan kirishimiz bo'lyapti. Bu yoqda o'zini story mebellarni qilib qo'yishibdi. Hop, tualet vannasi razdelniy. Bu yog'imizda tualetimiz bo'lyapti mana. Bu yog'imizda vanna qismimiz bo'lyapti. Vanada mana hammasini qo'yib qo'yishgan. Kir mashinalargacha mana. Hop, bu yog'imizda oshxona qismimiz bo'lyapti. Oshxonasi ham katta keng bo'lyapti mana. Stol, hammasi qo'yib qo'yishgan, xolodilnikgacha qo'yib qo'yishibdi. Mebel texnikasi bor uyimizda. Hop, bu yog'imizda spalni xonamiz. Spalnidan shkoflar, shkof, shifonier hamma narsalari bor mana. Bu yog'ini ham mana ko'rsanglar bo'ladi. Xonalar ham katta keng. Hop, yangi remontdan chiqqan, hali hech kim yashamagan. Bu yog'imizda zal qismimiz bo'lyapti. Zallarni ham chiroyli qilib qo'yishdi. Mana bu yoq TV zona, televizorlari bor. Hop, bu yog'imizda detskiy xonamiz bo'lyapti. 3-xonamiz o'sha bu. Mana detskiyda hamma narsani qo'yib qo'yishibdi. Shkoflari ham bor, mana dars qilishga joylari ham bor. Hop, bu uyimizning uyumidan 74 kvadrat. Bu uyimiz ipotekaga o'tmaydi. Ko'plar so'rashyapti, ipotekaga o'tami deb. Ipotekaga o'tmaydi. Hop, bu uyimizni ko'rdinglar, narxini 128 ming so'rayotdilar. Boshida 128 ming qo'yganmiz. Hozir narx tushdi buni. 125 ming startiga qo'yildi. Yana ozgina o't berilgan joy bo'ladi. Bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Kaltlari o'zimizda, yana 2-3 ta variantlar bor. Ularni ham ko'rsatamiz. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Kimga yana shunaqa uylar kerak bo'lsa, ko'proq variantlarni Telegram kanalimizga tashlaymiz. Ko'plarni Instagramga qo'shib ulgurmaymiz. Telegram kanalimizga silka orqali o'tsangiz bo'ladi. Silka profilimizda bor.